sizga bitta ibratli voqea aytib bering. Ibratli emas, men o'zimga olgan narsamni aytib beraman. Bor bo'lgan voqea. Bo'lgan voqea. Karantin payti edi. Endi bitta odam keldi, endi yoshroq, sizlar qatori yigit keldi. Endi Malibularda, boshqalarda keldi. Aka, bir mayit bor edi, ko'm beringlar, men Qoraqamishda turganlar dedi. Ha, xo'p dedim. Oti Alek ekanda, o'rsa ekan, o'chishib ham ruscha. Aka dedi, qiyomatda Xudoning oldida men javob beraman. Bu islom dinini qabul qilgan dedi. Aka dedi, xolasiz guvohlarni olib kelaman. Bu odam xotini ankalagiga kasal bo'ldi dedi. Davolash uchun 2 xonali uyini sotdi dedi. Xotiniga ishlatib, xotini o'tib ketdi dedi. Keyin bu bo'lmish bo'lib qolmasin. Bu anetda men o'zim boqib boshqa qilay, unga ehson qildik, boshqa qildik. Oxiri o'zi aytadi, "Salla menga namuncha bunaqa musulmonchilikda mana shunaqa narsalar bor." Alek yo bu desa, aytibdiki, "Men musulmon bo'laman" dedi. Qiziqibdi o'zi. U o'sha odam aytibdiki, "Короче, Alek, men anaqang bormi? Yeb ichishingga anaqang bormi?" desa, "Baklashga terib yuribdi" deydi. Akkuratni kiyib olgan, baklashga terib yuribdi. O'shani sotib, yeb ichishingga narsang bo'lsa, nonim bor deyotganmish. Yo'q, ovqat islomda bunaqa narsa yo'q ekan u. Bir kunlik noning bo'lsa ham tilanchilik qilish haqqim yo'q ekan deyotganmish. Qarang, mana bu islomni qabul qilganiga 5 oy, 6 oy bo'lgan anaqaniki. Bizadan yordam olmaslik deyapti. Keyin xullas aytayotdiki, bitta dona meni uyimning nomeri bor ekan, telefon nomeri. Zang etadi, o'tib qopti. Ko'chadan kelgan bu o'ris mamaqa deb o'ylashdi endi. Ochsa, endi ochuvchilik harom-tuk yo'q. Na qo'ltu, na boshqa harom-tuk yo'q. Pokiza deyapti-da. Pokizalikdan bu tajab qo'yilgan odam emas. Men telefonni qaradi bitta. Aliyo, mana shunaqa odam o'tib qoldi. Yo'q bo'lsa borib deydi, o'sha kapalni olib borib tashaman, hozir olib kelaman. Aka, ko'lab bering. Xo'p bo'ladi. Go'r topib ko'ladik. Keyin bir payt aytdim, bitta hoji aka borlar. Hoji aka, janoza bormidi? Ha, janoza bor edi. Kim ekan dedi? Mamaqa. Yo'q, shunaqa ekan. Islom dinini qabul qilgan. Mana shu hozir shuni ochdi, qo'limga shaq etib pul sanadi. Go'rni pulini men beraman dedi. Go'rni pulini men beraman dedi. Keyin janoza o'qish kerak, karantin domla yo'q, boshqa yo'q. Ishonasizmi? Labodi olib keldi. Endi men 3 kishini tushiramiz deb janozaniki o'qiydi. Domla o'zini oyog'i bilan yetib keldi. Nimadir ani plomba, ani gaz sho'chi yo'q-yo'qlarni baribir karantin bo'lsa ham sverka qilib ketish uchun kelganda domla o'zini oyog'i bilan Alloh bir yetkazib qo'ydi o'shani. Endi tovut ko'tarish uchun aynan 4-5 ta endi bekor chiqib qolgan, ziyorat qilib ketaylik kirgan odam kirib kelyapti. Qarang, janozada shu odamni bitta anaqasini Alloh shunaqangi chevardorki, shundan hammani bitta joyga jamlab qo'ydi. Musulmon dinini qabul qilganiga 5 oy bo'lgan odamning holati bu. Oka, bitta joyga jam qilib qo'ydi. Bitta joyga jam qilib qo'ydi. Hamma tovut ko'taradigan odamni, janoza o'qigan odamni, pul beradigan odamni ham jam qilib qo'ydi. Endi subhanalloh deysiz, Alloh rizqlantirdi oxirida. Iymonni uni anaqasida kuchi.